Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan endi global tarmoq mexanizmi bilan tanishib chiqamiz. Internet bu butun dunyodagi foydalanuvchilar, jamiyat va mamlakatlarni o'zaro bog'lashda kommunikatsiyadan foydalaniladigan o'zaro bog'langan global kompyuter tarmog'idir. Intranet esa tashkilotning ichidagi xususiy kompyuter tarmog'idir. Internet texnologiyasidan foydalanishga qaramasdan, u global internetdan himoyalangan bo'ladi. Internet dunyo bo'ylab millionlab kompyuterlarni o'zaro bog'lovchi infrastrukturani hosil qiluvchi keng qamrovli tarmoqlarning tarmog'ini ifodalaydi. Butunjahon o'rgimchak to'ri bu internet orqali axborotdan foydalanish usulidir. U ma'lumotlarni uzatish uchun gipermatn uzatish protokoli, ya'ni HTTP dan foydalanadi. Bu dasturga muloqot qilish va axborotni almashish imkonini beradi. Internet xizmati provayderi ISP, internet provayder internetga ulanish imkonini beruvchi yuridik shaxs, odatda turli darajalarga bog'liq bo'lgan narx evaziga xizmat ko'rsatadi. Gipermatn uzatish protokoli HTTP butunjahon o'rgimchak to'ri tomonidan veb sahifalarini formatlash va ularni uzatish usulini aniqlashda foydalaniladi. Xavfsiz gipermatn uzatish protokoli HTTPS himoyalangan havoladan foydalanadigan HTTP protokoli. 3W gipermatn yordamida o'zaro bog'langan veb sahifalarga kirish uchun Internet Explorer, Safari, Firefox va Chrome kabi brauzerdan foydalanadigan veb-saytdir. Elektron pochta ma'lumotni uzatish uchun aloqa protokoli hisoblanuvchi oddiy pochta uzatish protokoli SMTP dan foydalanadi. URL manzilining tuzilishi. Aziz o'quvchilar, siz tushunib yetishingiz lozim bo'lgan boshqa atamalar ham mavjud. Gipermatn boshqa sahifaga o'tishga imkon beruvchi veb sahifadagi bosiladigan soha yoki so'z. Yagona resurslar lokatori URL butunjahon o'rgimchak to'ridagi har bir sahifaning noyob veb manzili. URL manzil bu internetdagi resurs qayerda joylashgani haqidagi to'liq ko'rsatma bo'lib, bir nechta qismdan iborat. Texnik jihatdan URL manzil qismi hisoblanmaydigan birinchi qism foydalanilgan protokolni anglatadi. Odatda HTTP, shuningdek HTTPS gipermatn uzatish protokolining xavfsiz varianti yoki FTP, ya'ni fayllarni uzatish protokoli kabi boshqa protokollarga ham ishora qilishi mumkin. Web browser bu internet serveridan web sahifani qidirib topish va uni foydalanuvchiga namoyish qilishda foydalaniladigan dastur hisoblanadi. Qidiruv mexanizmi bu milliardlab web sahifalarni indekslagan veb-saytdir. U internetda axborotni qidirish uchun ishlatiladi. Blog so'zi web jurnal atamasining shakli o'zgargan ko'rinishidir. Bu fikrlar kundaligi, fikrlash yoki g'oya, fikr va havola bilan bo'lishda foydalanishingiz mumkin bo'lgan veb-saytdir. Wiki kommunikatsiya vositasi sifatida. Wiki bu o'zining yaratilishida ishtirok etilishingizga imkon beruvchi veb-saytdir. Haqiqatan ham veb-sayt kontentini yaratish yoki uni tahrirlash mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda aloqaning turli darajasi mavjud. Shuningdek, bevosita xabar almashish deb ataluvchi imkoniyat mavjud bo'lib, u siz bilan aloqani o'rnatgan kishiga ijtimoiy tarmoq ichida bevosita xabar yuborish imkonini beradi. Bu ko'plab keraksiz xat va siz hech qachon eshitmagan insonlardan xabarlarni qabul qilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarning aksariyati uchun bunday bevosita xabarlarda ruxsat etilgan belgilar soni cheklangan bo'ladi. Internet bu foydalanuvchi laptop, planshet va smartfonga nega ko'p vaqt sarflashining asosiy sabablaridan biridir. Bu juda qiziqarli va foydali vosita, lekin internetdan foydalanishda juda hushyor bo'lishingiz kerak. Axborotning ishonchliligini bilishga yordam beradigan bir nechta usullar bilan bo'lishaman. Muallif kim axborotni yaratgan? Aniqlik. Ma'lumot internet, kitob yoki jurnalda nashr etilgan ayni mavzu bo'yicha boshqa axborotlarga mos keladimi? Bu imlo va grammatik xatodan xolimi? Dolzarblik, hujjatda nashr etilgan sana ko'rsatilganmi? Subyektivlik, tashkilot veb serveridagi hujjat siyosat yoki muayyan falsafiy qarashlar bilan bog'liqmi? Mamlakat va domen, bu hukumat sayti, Go-mi yoki ta'lim sayti, Edu yoki AC-mi? Bu notijorat tashkilotmi, ya'ni .org. Wiki atamasining ma'nosi va bu so'z qayerdan kelib chiqqanligini aniqlang. HTTP va HTTPS o'rtasidagi farqni tushuntiring. HTTP Hypertext Transfer Protocol, ya'ni gipermatnni uzatish protokoli. HTTPS inglizchadan tarjima qilinganda Hypertext Transfer Protocol Secure, ya'ni xavfsiz gipermatn uzatuvchi protokol. Xulosa qilamizki, veb-saytdagi axborotni ishonchli deb topishdan avval kontentni baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Tarmoqdagi axloq
bu boshqa internet foydalanuvchisiga nisbatan xushmuomala bo'lishning ahamiyatidir. Brauzerlardan ham shunday ishonchli bo'lgan manbalardan foydalanish afzalliklarini bilish lozim va bu talab etiladi. Aziz o'quvchilar, umid qilamizki, bugungi darsda o'rganganlaringiz internetdan topib foydalanayotgan ma'lumotlaringizni ishonchlilik darajasini ko'rib chiqishingizda yordam beradi. Darsda o'rganganlaringizni uyda mustahkamlab borishni unutmang.